Sulsimadagi kelishi spiraldan bo'lmayapti siznikini. Polipingiz bor ekan-ku sizni bachadon bo'yingizda. Tahorat qilganda biror nima qo'lingizga urilganda bo'ladi? Polipni sizga aytmadim spiral qo'ydirgan paytiga. Aytdim, nimadir bor dedi, tushunmadi opam gapiga. Bu kelayotgan narsa polipingizdan kelyapti sizda. Bachadon bo'yningizda polip paydo bo'lgan. Polip bu bachadonning ichidagi shilliq qavati tashqariga o'sib chiqadi. Olib tashlash kerak buni. Bu qonaveradi. Faqatcha uni men olganimdan keyin tekshirishga beramiz gistologiyaga. Nimada ekanligini bilishimiz kerak biza. Tushundingizmi? Faqat bachadonni ichki qismidan o'sib chiqdimi bizaga? Bo'yindagi endometrial qavatdan o'sib chiqadi bu yoqqa. Nima ekan bu? O'shani bilishimiz uchun gistologiyaga topshiramiz. Javobi chiqadi. Polip bor ekan. Mana shu polip ham nima edi, hozir endi xo'jayingiz bo'lmasa oldingizda bilmaysiz. Xo'jayin bilan birga bo'lgan paytda ham sulsimalar kelaveradi mana shundan. Qonaydi bu. Oldin bunaqa narsa yo'q edi. Mana shu safar kelganda shunday bo'ldi. Aytdim. Bo'ldimi? Ana. Ko'rdingizmi? Buni olib tashlash kerak. Polipni. Bo'ldi, bo'lmasa bitta ana qiling. Polip bor ekan, shuni hisobiga bo'lyapti, singiljonim. Polip, endi bunday olganda polip degan nima bilan terida so'gal paydo bo'ladi-ku. Ana o'sha bachadon bo'ynidagisi sizniki. So'gallar bo'lib o'sib chiqadi. It o'sib chiqadi. Go'shtga o'xshaydi. O'sha itni olib tashlab, tekshirtirib, o'rnini ana bilan lazer bilan kuydirib tashlaymiz umuman. Qaytib chiqmasligi uchun. Yo'q, unaqa qiyin narsa emas. Bir uzoq bilan 10-15 minutga bo'ladigan narsa. Og'rimaydimi? Og'rimaydi. Og'riqsizlantiruvchilar qilaman-da. Bo'lmasa maslahatlashib. Bittagina maslahatlashib keling, olib tashlaymiz. Bo'lmasa qonaveradi bu singil. Tem bo'lib xo'jayingiz kelsalar, aloqadan keyin baribir beradi bu. Xo'p?